Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Bugungi tayyor bo'lgan 18 tali stulimiz haqida to'liq ma'lumotlarni berib o'tamiz. Bu komplektlarimizni Buxoro viloyatiga tayyorlab berdik. Stullarning yog'ochlari yong'oq, 3D fasonda ishlangan stullarimizni qisqacha obzor qilib o'tamiz. Video boshlanishidan oldin bir dona like bosib, kanalimizga yangi kirganlar bo'lsa obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa bundan ham chiroyli ishlarimizni sizlar uchun doimiy shu holatda tayyorlab videolarni qo'yib boramiz. Hani bo'lmasa biz stul haqida ma'lumotlarni berib o'tamiz. Stullarimiz 100% yong'oq yog'ochidan tayyorlangan. Materiallar Atechento material, tugma chester qilib ishlangan. Machalkalariga keladigan bo'lsak, 12 cm old oyoqlariga 3D fasonda gullar ochilgan. Rover xizmati. Bular 100% yong'oq, plastmasdan bo'lay narsa emas. Xo'p, buni orqa taraflariga o'tamiz. Orqa taraflari medalyonlar bilan pardali qilib qoplangan. Mana ko'rib turishlar mumkin hammasini. Hamma stullarimizda to'liq mashq holatda tayyorlangan. Hollariga keladigan bo'lsak, xon taxtasining uzunasi 4,5 metr, eniga 120. Oyoqlarini 4 ta qo'yib berganmiz. Mana komplektni ko'rishlar mumkin. Oyoqlarida 4 ta holatda tayyorlangan. Bu komplektimizda o'rtacha 7,5 metr, 8 metrli uylarimizga to'liq holatida tushadi. Kimga xuddi shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Sizlar bilan undan xolasa yana 12 ta, 14 ta, 16 taliklarini keyingi videolarimizda to'liq obzorlarni qilib o'tamiz. Onlari peshxon bo'ladimi deganlar uchun xonlarini xon taxta qilib ishlatsanglar ham bo'laveradi. Mana kanalimizga obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom etinglar.